Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari fanidan sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga qo'yilgan umumiy talablar, sinov laboratoriyalarini akkreditlashtirish mavzusida so'z yuritamiz. Ma'ruza rejasi: akkreditatsiya haqidagi umumiy ma'lumotlar, sinov laboratoriyasini akkreditlashtirish bo'yicha belgilangan va me'yoriy talablar va tariflar. Sinov va kalibrlash laboratoriyalari o'z DST ISO/IS 17025/2019, ISO/IS 17025/2017 ya'ni yangilangan variantida o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilgan tartibda ISO/IS 17025/2019 standarti joriy qilingan. Sinov va kalibrlash laboratoriyalarini akkreditatsiya organi tomonidan tashkilotning ma'lum bir sohada muvofiqligini baholashni amalga oshirish uchun vakolatni rasman e'tirof etishdir. Akkreditatsiya sinov va kalibrlash laboratoriyalarining vakolatlarini tan olinganligi to'g'risidagi hujjatlar. Laboratoriya akkreditatsiyalashdan maqsad laboratoriya vakolatini tasdiqlash, ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar va xaridorlar akkreditatsiyalangan laboratoriyada ishonchini ta'minlash, akkreditatsiyalangan laboratoriyalar faoliyati natijalarini tan olish uchun shart-sharoitlar yaratish. Akkreditatsiya muvofiqlikni tasdiqlash organiga rasmiy hujjat shaklida berilgan va muvofiqlikni baholash bo'yicha aniq vazifalarni bajarish vakolatini rasmiy tan olish uchun xizmat qiladigan uchinchi mustaqil tomon, ya'ni uchinchi shaxs tomonidan muvofiqlikni tasdiqlashni anglatadi. Akkreditatsiya bu davlat tomonidan vakolatli organ mamlakat ichida va xalqaro miqyosda tashkilot muvofiqlikni baholashda muayyan vazifalarni bajarish uchun qobiliyat va manbalarga ega ekanligi rasman tan olinishi ta'minlaydigan jarayon. Muvofiqlikni baholash deganda muvofiqlikni baholash organlarining texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiqligini baholash bo'yicha faoliyat tushuniladi. O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasining muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha yagona vakolatli organ hisoblanadi. O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat unitar korxonasining holati va faoliyati, muvofiqlikni baholash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.03.2018 yildagi 3643 sonli muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24 aprel 2019 yildagi 349 sonli muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiyadan o'tkazish sohasidagi ishlarni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan belgilanadi. Akkreditatsiya belgisi. Akkreditatsiya belgisi O'zbekiston akkreditatsiya markazi logotipi bo'lib, bu mahsulotlar, jarayonlar va xizmatlarni sertifikatlash organlariga qo'yiladigan talablar. O'z DST ISO/IS 17065/2015 akkreditatsiya qilish talablari, belgilangan me'yoriy hujjat nomi, ya'ni akkreditatsiya qilingan tashkilotni davlat reyestriga ro'yxatga olinish raqami keltirilgan. Akkreditatsiyani o'tkazish sxemasi, ya'ni sxemalar bir necha tartiblarda o'tkazilgan bo'lib, bu yerda bosqichlar, jarayonlar va ketma-ketliklar bo'yicha sxemadagi keltirilgan talablar bo'yicha o'tkaziladi. Ushbu talablarimizda, ya'ni amalga oshirish kerak bo'lgan me'yoriy hujjatlar, harakatlarning natijalari, yakuniy xulosalar va xulosalarning tahliliy yakuniy natijalari bo'yicha muvofiqlikni baholanishi va baholash jarayonlari amalga oshiriladi. Muvofiqlik baholangan va baholash jarayonlari o'tkazilgan laboratoriya sharoitidagi hamma sinov natijalarini va sinov natijalarini o'tkazish jarayonlarini, sinov laboratoriyasida mavjud bo'lgan priborlar texnik jihatdan tartibga solingan holatdagina ularni akkreditatsiyadan o'tkazish joriy etilganligi va akkreditatsiyadan o'tkazish mumkin ekanligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.